Assalomu alaykum. Xudosh YouTube kanalining obunachilari, barcha-barchalaringizga bugun xayrli bo'lsin do'stlar. Bugun 2025-yil 27-sentyabr shanba kuni Alloh nasib ro'za aylasa, Akbar qassob mana shu ekranda ko'rib turgan buqani so'yishi haqida yakshanba kuni ertalabdan mana shu buqani so'yib, go'shtini kenaraga asish haqida masalalarni ogohlantiryapman, xabardor qilyapman do'stlar imkon qadar. Musofirda yurgan yo'ldoshlarim, yurtdoshlarim, aka-ukalarimiz buqani üzərinə görüb turibsizlar. Özümüzni jaydari buqalardan Xudo xohlasa juda yaxshi boqilgan, ina o'zidan ham ko'rinishidan ham ma'lum. Живой yuvesi 550 kilodan sal oshiqroq ekan bu buqani. Xudo xohlasa yakshanba kuni ertalab soat 7:30 atrofida bemalol mana shu ekranda ko'rib turgan buqani go'shtini kelaverishlaringiz mumkin bo'ladi do'stlar. Men endi adresini eslatib o'taman. Har doimgi sizlarga do'stlarim, qadrdonlarim, Yangiariq tumani Qurton madaniyat markazini ro'parasida joylashgan Akbar qassob ukamizni qassobxonasi mahali ekranda telefon raqamlarini ham qoldirib o'taman. Xudo xohlasa bemalol Alloh nasib ro'za aylasa ertalabdan go'sha kelaverasizlar do'stlar. Har doimki deyin, Xudoyi qilaman, ehson qilaman degan yurtdoshlarimız yoki bo'lmasa qistalovoy ishlatadigan, kafe, tamaddixona ishlatadigan yurtdoshlarimiz uchun ko'proq miqdorda doimiy go'sht xarid qiladigan mijozlar uchun kelishilgan narxda go'sht mahsulotlari sotiladi, sotib olishlaringiz mumkin bo'ladi do'stlar. Bu qatop bergan eldosh yurtdoshlarimizga 1 kilo go'sht yoki bo'lmasa 1 kilo go'shtni pulini beradilar. Ijjon deysizlarmi, shoshlik ijjon steak varianti deysizlarmi, xohlagan joyingizdan suyak отдельный deysizlarmi, yog' отдельный, lahm отдельный, qo'rg'a go'shti deysizlarmi, xohlagan yeringizdan har doim gidin Akbar qassob beradilar nasib ro'za aylasa. Do'stlar, videomizni ko'rishga ko'rganlaringiz uchun hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Bir like bosib, izohlarda fikr yozib qoldirishni unutmang qadrdonlarim. Keyingi videoroliklarimizda yana sizlar bilan sog', salomat didorlashincha o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.